Bobur aka obunachilarimizdan kelgan savollar bor, shularga Hop. javob bersiz. Bemalol. Narxlar nimaga qarab belgilanadi? Narxlar sifatga qarab belgilanadi. Hamma narsani luks kopiyalari bor bo'lgandek, injektorda ham, reduktorlarda ham luks kopiyasi bor. Lekin aynan Yevropa gaz bloklarining luks kopiyasi yo'q. Aynan Yevropa gaz qo'yiladigan bo'lsa, faqatgina original narsa qo'yiladi. Shuning hisobidan narxlar belgilanadi asosan. Bobur aka, keyingi savol. Hop. Gazpro servisda aynan o'ziga xos va mos ravishda qo'yiladi deganda nimalar kiradi? Yaxshi savol. Buni misol tariqasida Tracker hamda 12 mashinalarni tanlaymiz. Tracker hamda 12 mashinalari bilasizlar 3 silindr. Aynan bu mashinalarga basigo 24 ga 4 blok qo'ysa ham bo'ladi, lekin biz vaholanki Elmis blok upravleniyadan foydalanamiz. Bu ham turbina bo'lganligi uchun, yangi avlod motor bo'lganligi uchun, aynan bunga xos ravishda turbina bo'lganligi sababli Dakota 2 omni sifatini injektor qo'yishligi shart bo'lganligi uchun aynan Gazpro servisda shuni tanlanadi. Qo'shimcha ravishda shuni aytib o'tamanki, Kia avlodiga mansub Kia Cenet mashinasi 4 ta silindr, 8 ta injektordan iborat. Aynan Yevropa gaz bloklarida Dual Jet degan blokimiz o'ziga xos ravishda 8 ta injektorga mos ravishda chiqqan. Bunga qo'shimcha ravishda yana aytib o'tamanki, Monza burg'uch turbina 3 portion 6 ta injektordan iborat. Aynan Kia Cenetga qo'ygandek Dual Jet blok aynan bunga ham to'g'ri keladi. Bobur aka, oxirgi savol. Nima uchun aynan odamlar Gazpro servisga katta ishonch bildirib keladi? Biz o'ylaymizki, ijtimoiy tarmoqdagi so'zlarimizga ishimiz orqali ham javob berganimiz uchun va doim harakat qilamiz ishimizni sifatini oshirib borishlikka. Bu ham bir sabab deb o'ylayman. Agarda bizni ishimizda qandaydir kamchilik topgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Biz uni albatta bartaraf qilishga harakat qilamiz.